Mecnun Tal degan naqshni tanlang. 大家好，我是你们的朋友麦克里尔马尔丹，来自博尔塔拉。Yaxshimsizlar, men Börtlardan kelgan do'stinglar Mehliyor Mardan bo'laman. İpek yo'liga kelgan maqsadim bo'lsa, birinchisi cho'nglarniki qo'llab-quvvatlashi hamda o'zimning mushsanda naqsh kasbimda to'rt ustozlardan yaxshi bir ta'limlarni olish uchun bu sahnaga keldim. Ey Mecnun Tal, Mecnun Tal, Mecnun Tal. Sözlerimge kulak sal, kulak sal. Ey Mecnun Tal, Mecnun Tal, Mecnun Tal. Sözlerimge kulak sal, kulak sal. Eytip birey nakşanı. Hep kaçmasın şok şamal, şok şamal. Eytip birey nakşanı. Hep kaçmasın şok şamal, şok şamal. Ey Mecnun Tal, Mecnun Tal, Mecnun Tal. Sözlerimge kulak sal. Bu güzel Nuruz'da, baharda Mundi şayni Mecnun Tal. Levlerini uzatma, uzatma. Süzü külçek livige, livige. Gündeşligim, gündeşligim kilidur. Şamallarının sözüge, sözüge. Gündeşligim, gündeşligim kilidur. Şamallarının sözüge, sözüge. Ey Mecnun Tal, Mecnun Tal, Mecnun Tal. Sözlerimge kulak sal. Bu güzel Nuruz'da, baharda Mundi şayli Mecnun Tal.
Yaxshimisilar ustozlar? İsmim Mehliyor Merdan, o'zim Börtlardan bilaman. Yor. Mecnun tal degan naqshini umda o'ginibsa, saqam. Umdan ittin. Üzən qanaraq is qilyapsa, Yomon emas. naqshini qanaraq aytding? Azroq qayg'ayildirim ba. Baba. Eliq sizlarga vaqtmi uzun etdigandan kechgacha turib shu ovozing mishay kel desang kag bo'lmayotgan bir ish bor. Azroq bosh qurilmayotdi. Charchash bor. Bak charchagan vaqtida shunda gap anglamaydi shu odamning ovoz pardasi. Hey, bu işte azroq afsuslanarlik bir ish bo'lib qoldi. Lekin menimcha bak cho'ng ish emas. Mushu naqshini mush saniga elib chiqishni maqsad qilgan ekansa, bugun muvaffaqiyatli qoldi, elib chiqdi. Buni onadan bilgan bo'lsa, ham nurg'un adam bildi sening naqsh aytganingni. Bu Mahliyor degan bola. Bunda naqshchi bola ekan deb uqdi. Birdan bu ish kengaydi. Tajribalarim mo'llashidi. Qanday bo'lib Majnun tal degan naqshni tanlab qolding? Bu naqshni men o'zim Amroq. Bo'pti. Sen o naqshga amroq bo'lgandan sana men bir fursat beray. Qanday deysan? Rahmat ma'lum. Lekin sen bu fursatga erishgan bilan yana tayyorlik qilishing kerak. Tayyorlik qilib, mush ma'lumlarningki bolalar bilan bir qatim musobaqa tushib, uningni birini yengib o'tishing kerak-ku. Qayerdan bormi? Qayerdan ba? Rahmat ustoz. Sahnimiz raqobat sahnasi, fursat sahnasi. Gerçi ustozlarning moyilligini qo'lga keltirolmagan bo'lsaqmi, ammo bizda haqiqiy talant bo'lgan, sahnimizda yana fursat bor. Sizdagi talantni Abdulla ustoz bayqidi, ham sizni Tavideo gruppasidagi sarxillar qatoriga qo'shdi. Oson qo'lga kelmagan bu fursatni ching tuta olishingizga ishonamiz. O'tgan kunlarni bir anglaylik. Kunlar. 大家好，我是伊利亚斯巴哈提亚，来自乌鲁木齐。Yaxshimisilar aziz ko'rurmanlar, men İlyas Baxtiyordan minglar salom. Men Urumchidan keldim. Meniki Ipak yo'li qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimningki ortiqchiligini joriy qildirib, kamchiliklarimni to'ldirib, mush ustozlardan yaxshi ta'lim olish. Bugungi kun kelganda 5-qaror Paridio Ipak yo'li sadosiga qatnashib, o'zimningki texmo alayliklarni joriy qildirish maqsadida bu programmaga keldim. Eslab qaldim o'tgan kunlarni, balla o'ynab kirgan bog'larni. Eslab qaldim o'tgan kunlarni, balla o'ynab kirgan bog'larni. Keşke shafaq o'rab jahonni, unutalmadım şirin çağlarını. Ay, keşke şafaq o'rab jahonni, unutalmadım şirin çağlarını. Cin muhabbet muşu deb ko'rsatding mi? Muhabbet hem söygünün azabını.
Geçenler ara kakuk kabi sen Zeynep'ni izleymen tamam Hağı derya bağı buzdan değil Hitlerini izleymen canan Hağı derya bağı buzdan değil Hitlerini izleymen canan Mana şundaq miskin bu köngül Sen bolmagaç yalğız men hamman ey Yaşasam bilen mendeki arman Yaşasam bilen mendeki arman Yaxşımısızlar suyumlik ustozlar. Men İlyas Baxtiyar Urumchidan keldim. Hem ana yurtim G'o'ljiniki tekis sizning salomini yetib keldim. Rahmat. Hazır Ürümçi'de. Hozir Urumchida. Nima ish qilyapsizlar İlyas? Hozir shu kechda shu mushkasb bilan shug'ullanaman. Naqshchilik bilanmi? Kechlar ancha-muncha shunda naqsh etgan yerlarda naqsh etyapsa, undan boshqa una kasb yo'q. Kunduzi hamda Tirikchilik tijorat ishlari bilan ancha-muncha shug'ullanyapsiz. kichik bo'lsin. Ha? Tijoratdan cho'ng kichigi yo'q. Ha shu olam shumul cho'ng pul topgan odamlarmi shu ash kichigidan boshlagan. Sen bu yomon jiq pul topib ketsa o'zing bilmaysan. Rahmat. Xo'p, unda bo'lsa bizning bek xush bo'lgan bir ishimiz mushu o'g'limizga Ayshigul ma'lum ig bo'ldi. O'rindiq aylantirdi va o'zining guruhiga qo'shilganligini bildirdi. Shuning uchun biz hozir bu yerda biz maqsadimiz Ayshigul ma'lumni jiq bu yerda gap qilib avar qilish emas. O'tgan kunlar degan naqshni aytpagan mush bolamiz shu guruhga berib o'z ishini davom ettirgay. O'tgan kunlar nomli naqshingiz bilan qalbimizga izgu tuyg'ularni baxsh etganingizga rahmat. Ayshigul ustozning moyilligi naqshingizga bergan bahodir. Sizning ham izlash guruhida yangi natijalarni qo'lga keltira oladiganligingizga ishonamiz. İlyas Baxtiyorning ovozini kam uchraydigan erlar yuqori ovoz, ya'ni lirik ham yuqori ovoz tusi kiradigan bir naqshchi va o'zining o'ylagan maqsadlarini ovoz orqali yetkazishni iborat o'yi, o'ylag'ini va ovoz hammasi bir joyga kelib shunaq ijro qilish mahorati bor ekan. Buningdan pishqan va ko'p naqshlarni aytib va bishidan xeyli sık-soğuk ötülgen bir naqshchidek qilib turdi. Chunki bu naqshchilik bishimizda o'tgan tajribalar bilan ijroimiz chiqadiganligi aniq. Shunga naqshillari va ijro qilishdagi mahorati meni qoyil qoldiq uchun men o'rildim. İlyas Baxtiyorning izlash guruhiga va mening guruhimga kelganligini chin qalbimdan
geçer. Bilim bakıp digen kamiti, şöhreti bilsen öz geçer. Dadey, dadey, yurtum benim öz geçer. Dadey, dadey, hizmetimde ıl geçer. Dadey, dadey, yurtum benim öz geçer. Dadey, dadey, hizmetimde ıl geçer. Çılgı davam bir bustan kılgan, hizmeti etsen özgece. Hizmeti etsen özgece. Erindaş dost yaranga köyar, izzeti bilsen özgece. İzzeti bilsen özgece. Her millet halka erindaş, hisleti bilsen özgece. Atam dikkan anam bağlandır, mihneti görsen özgece. Dadey, dadey, yurtum benim özgece. Dadey, dadey, hizmetimde ıl geçer. Dadey, dadey, yurtum benim özgece. Dadey, dadey, hizmetimde ıl geçer. Sen görsen menin mengülük bəxtiyim, bəxtiyim. Akşamda ben seni köyleymen, bəxtiyim, bəxtiyim. Minnaqlıqның kүйü yağrar, yurtum menin özgece. Mehir otu köklem bahar, yurtum benim özgece. Dadey, dadey, yurtum benim özgece. Dadey, dadey, hizmetimde özgece. Dadey, dadey, yurtum benim özgece. Dadey, dadey, hizmetimde özgece. Dadey, dadey, hizmetimde özgece. Sen nur var benim cahaniyem, bəxtiyem, bəxtiyem. Muqamların dulğa xumariyem, bəxtiyem, bəxtiyem. Makdinişim dılda arman, küydüm sana özgece. Bulgaç yülek bana haman, süydüm seni özgece. Dadey, dadey, yurtum benim özgece. Dadey, dadey, hizmetimde özgece. Dadey, dadey, yurtum benim özgece. Dadey, dadey, hizmetimde özgece. Dadey, dadey, hizmetimde özgece. Salam, nafadadaki barcha hürmetli sazavar ustozlarimiz, salam ekran oldidagi barcha qadrli suyimli do'stlarimiz, hammalarning mushtaqtinglar xayrlik bo'lsin. G'oljidan kelgan Akukka qeyrindosh Bilal bilan Jaloliddin sizlarga sig'inishli o'tliq salom. Salam. Rahmat, rahmat. Ballarımız acayip çıraylık bir. Bu işkinla kana olmayla. Birleşip kalsın da bu da yaxşı ya. Bu tekstimi şundaq çıraylık bek güzel tilla bilen. Ondan bu tekstga maslashib muzikasım şundaq. Tekst muzika aytib bir bütün bir gavda şundaq bir yerga kelibdi maslashibdi bek arzidi manga mak yaxshi ko'rdi. Ana lekin bu alt ishkanlar ayliq çıraylık ovoz tuslaringlar bilan shundaq piroqqa boy
his tuyg'ularing bilan bu naqshni nayta joyida go'zal, bak chiroyli naqsha, shunday huzurlandik rahmat sizlarga. Bu asar manda qarsam dolan uşaq bədilləri. Shunday. Dolanınki xarakteri var. Bulama canım şincan otellerge berip hel Şuna. uzun yügendim İşki golculuk güzelden o kemedi koş. Sinan Erlanlık ballar de. Otellik durvaganda. Ay dostlar. Uşaq bərdi deb Oynaydigan kız, oynaydigan kız. Qoyğan yaş balla dostlar. Biz sizlerden kütmeydiganla bir nakş bolup çıkıp tutuyor ma Bilal Jalallardan çıkıp qala dep oylamagan nakşa. Endi sizlerning ijodlaringlar bor, biz anlap turmiz. Muşundaq meningcha muştaq dadilcho. Voy dep qag'dak ishlarni damli qilib turishini umid qilmayman. Shunday bo'lib chiqdi. Bu taqdim etishni aytdi, joyida bo'ldi. Shunday chiroyli, shunday go'zal naqsh bo'ldi. Rahmat tukullar. Ama isler. Tekimi yakşı bugünkü de mi katta ağlarını işleydi de başında işinimiz biz sizlerge. To'g'ri. Rahmat. Davamlı İpek yo'lidagi bulardagi ishlarning ochiq bo'lishini, har qaysi ustozlarning tindan salomat bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Aman bulalım. Siz ablat malum. Yana birini ilan qilib, omdan ilan qildik ekan. Unda olsa yaxshi ko'rmani anglaymiz. 大家好，我叫 Enver Ablaydi, 来自沙州县。Yaxshimsizlar, televizor ekrani oldidagi barcha aziz do'stlar. Men Yakan Naysdan kelgan Mayir Enver Ablaydi bo'laman. Mening bu san'at yo'liga, naqsha sohasiga qadam qo'yishimga asos turtki bo'lgan odam bo'lsa, mening dadam deb o'ylayman. Chunki men kichigimdan tortib dadamningki yetaklash ostida naqshlarni o'rganib, dadamningki aytib bergan naqshlarni ko'p anglab, kichigimdan shu naqshaga o'tda qiziqish shu chog'da menda paydo bo'lgan. Undan keyin cho'ng bo'lgandan keyin gar dadam yo'q bo'lsa-mu, opamningki meni qo'llash ostida men shu o'zimning yoqtirgan kasbimda oliy maktabda o'qib, shu kasbda bilim ilyapman. Mening bu 5-qara Ipak yo'li programmasiga qatnashishdagi asosiy maqsadim bo'lsa, o'zimdagi ortiqchiligimni joriy qildirib, kamchiligimni shu ustozlar orqali kamchiligimni to'liqlash. Shu maqsadida Ipak yo'li programmasiga qatnashdim. Musobaqaning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men bundan keyin to'xtab qolmayman. Mush sanada o'zimniki iqtidorim to'liq joriy qildirib olsam, shu men uchun eng cho'ng natija deb o'ylayman. Gözlerimden aksın o kan yaş, seni bar dep bir gem yürümen. Gözlerimden aksın o kan yaş, seni bar dep bir gem yürümen. Barcha dardga birman bardosh, chunki seni yaxshi ko'raman. Barcha dardga birman bardosh, chunki seni yaxshi ko'raman. Söymesen mi meni tindildin, sen dönümü üzme yürüme. Söymesen mi meni tindildin, sen dönümü üzme yürüme. Aldısan mı meyli aldığın, seni mengü yaxshi ko'raman. Aldısan mı meyli aldığın,
yaxshi ko'raman. Aylab yillab görmesem meyli, suretinge qarab yürümen. Aylab yillab görmesem meyli, suretinge qarab yürümen. Çin köngülni bermesen meyli, tabet seni kütümen. Çin köngülni bermesen meyli, tabet seni kütümen. Əslim qurup geçsim, şahu bişim köke yessim. Əslim qurup geçsim, şahu bişim köke yessim. Senin üçün cinim kessim, seni məngü yaxşı görmən. Senin üçün cinim kessim, seni məngü yaxşı görmən. Senin üçün cinim kessim, seni məngü yaxşı görmən. Seni məngü yaxşı görmən. Yaxşımsızlar ustazlar. Ben Yelken'den geldim. İsmim Enver Ablat oldu. 524 yaş. Enver inem. Muşu seni şunda yaxşı görme degan yaxşı ne kim yazganlığını unutup kaldım. Mahmutcan Mahmut akam yazgan. Ha, doğru. Şu yüzden şunun avazını anlap diken biraz. Tekstim yüz yazıdı o ha. Tekst, müziksi, akord demesi. Doğru, doğru. Anda deyişimde kara. Şimdi yani senin de sorap baktım da bilmeye eğitim gidip. Mahmutcan malımın mı, dostun mu? Bir yurtluk bolgan ken hem de yakın ötümüz akıkıda. Kesipte yol gözütü başladı. Mahmut akam mı, benim okul Aş balımı burun mışıslı katnaşkan, musabı katnaşkan. Onun nurgun ahanları var, nurgun tekstleri var, özü yazıp, özü eğitip ne kıldı o. Şunu isin kısap koyayım dedim de. Bir kiçkine adamның ki ko'ngli yerim bo'ldigan ish bo'lib qoldi. Bu ishni sen to'g'ri tushungan. Ko'ngling amma. Hech qisi yo'q. Siz hali bag'rikam bo'lgansa. U siz bizda o'qiysiz-ku? Muzika ma'rifida o'qiydi. Hozir shu maktabdami? O'qiyapsiz. Yaxshi bo'ldi. Hozir 4-yillik chiqdim. Endi chiqsiz 4-yillikqa. Shu maktabda muzika ma'rifida. Boshqacha naqshlarni ayta olasizku? Aytma. Sizlarga naqsha dars o'tyapganda? O'tadi. Siz qaysi ma'lumga bilangansiz? Men Ahmetcan Ma'lumdan dars oldim. Ahmetcan Ma'lum bilamda men qatnashganingda? Oldingidan bir degandim. Chiq bilmaydi lekin. Qaysi naqshni aytishni masalasi sanmadingiz shundaqmi? Sağgan o vaqtlarda başqa naqshini biz nim qilgandik-ku. Anadan keyin
Ma naqsh tanlanıp, şuna. Her xil sebepler tüpeylidin digine. Her xil sebepler tüpeyli. Keyin mush naqsh tanlanıp, mushni aytadigan bo'lib qoldi. Mushu Bence- bu qatam jiq ballarimizga mushu bir her xil sebepler naiti ta'tir kelib qoldi. Biz buni naiti to'g'ri tushungan ahvolda ma'lumlaringdan sal o'qira yigizdek turdi. Sen asli shu o'zing tanlagan naqshni aytgan bo'lsang, qancha yaxshi-da. To'g'ri. Ham deganmi o'zim bik jiddiylashib ketib qilib, taz yaxshini qilolmay qolib qoldi. Kelar qatam sahnalarga chiqqanda asta-asta yaxshi bo'lib ketadi. Ishim bo'lmaydi. Taxi maktab qo'ynida ekan, yoshmi taxi yoshgan. Shu Urumchida o'qib o'tibdi. Bundan degan cho'qim fursatlar bor. Bizning o'rilmay qilishimiz faqatlam naqshchiga yo Her xil keraksiz. sebepler tüpeyli. Har xil sabablar tufayli hargiz taklifman nachar aytilgan bizning undaq qarash yo'q. Shundaq chiroyli bo'lgan qisman bir talablar ashtaq yetmay qoldi. Shunga mencha bu bir yaxshi bir isil chiroyli mana cho'ng bir sahnada mush bir naqshni tunji qadamda aytib bir azdir ko'pdir tajribalar bo'lsa bundan keyingi taxsil yashamasmi endi bundan keyingi yo'llarida bu mushu bir cho'ng bir yana bir ilgirlashga bir turtki bo'lib qoladi mushu bir sabablar. To'g'ri. Biz yanama yaxshi sahnalarda yanama yaxshi natijalar bilan bizga bir ko'zimizda ko'rinadiganiga biz ishimiz ma'lumki. Shunday. Ovozingiz bak yaxshi ekan. Ma'lumingizniki endi amachan ma'lummi bo'sh ma'lum emas. Ayni vaqt muqam ansambl ariyatga ilib, Beyjingga opirib, rak muqami bilan mushu Panjiga muqamni o'yin qilish qatnashgan ash ikkili muqamda amachan ma'lumning ovozi bor. To'g'rimi? Shunga ash ma'lumimizning taklifini, maslahatini olsangiz o'tdika. Olgan bo'lsangiz, Ya optika. Maslahatni optikan. Har xil sabablar tufayli. endi bundan keyin shu ma'lumlaringizning taklifini olib turingizmi? Lekin bak yaxshi ovozingiz bor ekan. Ma'nimi tani olmasak bo'lmaydi. Şu bizning mushu musobaqa qatnashgan bolalar qo'ydigan talabimiz nima desangiz, iloji bor o'ziga eng puxta bo'lgan. Sen naqsh aytislarga 4 yil jarayonda bir talla naqshiga eslib qolmay, ash 4 yil jarayonda o'rgangan nurg'un naqshlar bor. Shularni eng pishiqini eng uzoq vaqt aytganni mushu sahnaga chiqsanglar, ham o'zinglarni rohat eta olasizlar. Qancha qo'rqqan bilanmi, bizning badanimizningki aşa əslaş iqtidarı var. Qancha ko'p mashq qilgan sir bizning badanimiz aşa bütün terlarimizni tat muskullarimizcha aslab qoladi. Andin vutaga chiqib, kumbay bo'lib ketib, bütün unutib ketgan sharoitni yana chiqa olasizlar, ayta olasizlar. Shu mashq yaxshi bo'lsa. Ashtaq bir asarlarni olib chiqqan bo'lsanglar biz baxo'sh bo'lardik. Bo'pti endi. Kim fursat bo'lar? Chiqay deb. Ya o asar bo'lgan bilan boshqa 4 yildan nurg'un asarlar bor qo'ydi deyman, 10-20 oz deganda. Her xil sebepler tüpeyli aytib qolgan. Tushundim. Mayli saqam, ishim bo'lmaydi. Biz bugungi ishni bizning bir olg'a ilgirlash yo'limizdagi bir boshlanish nuqtasi, bir tajriba bo'lib qoldi. Har qanday bir toza ishtik yugarmoqchi bo'lsak, keynimizga bir dojib bağımızga. Sen bugun dojidan deyli masalan. Lekin men sana bir fursat beray qara. Pek yaxshi oldu. Mübarek olsun. Mana bu shu Rahmat muallim. jenim tikib qo'ydimmish bola. Har xil sabablar tufayli. Men sana bir fursat beray. Sen buda aş ma'lumlarga chaqchaqma qilib qo'yding bolalarga. Bularning talablarini apir o'zingning har xil sabablaringni shug'urib bir yaxshi bir amal tepib o'zingga tushadigan, texmi o'zingni faxoy qila oladigan naqshdan birini tayyorlig'in, uni yana boshqa juzun o'rlashtirdi. Keyingi navbatda sen oldi bilan boshqa bolalarga selishtirganda bir qatim musobaqani ortiq qilsa, ufta olsang, mushu 4 ma'lumning birisini guruhga kirib ketsa. Bo'ldi muallim, ishonchim bor. Men yaxshi mushu bo'ldi mana. gapingni men shu boshliqqa iltimos qilaman. Aldida seni men bir Naqshingizni to'liq yaxshi ko'rdim. Gerçi ustozlar o'rindiq aylantirmagan bo'lsa-mu, mana shu sabab sizni Abdulla Abdurim ustoz boshchiligidagi video guruhining sarxillaridan bo'lish fursatini berdi. Buni Abdulla ustozning o'tkir ko'zlarining sizni bayqiyolganligidan ayirib qaramaymiz albatta. Sizning ham bu fursatni qo'ldan bermaydiganligingizga ishonamiz. Men e'lon qilaveray ya. Savan o'zimda. 大家好，我是来自喀什的阿布杜维利。
Yaxshimisilar, ko'pchilik ismim Abduli G'upur. Hozir Toshkentliklar doktorlik kasbida aspirantlikda o'qiyapman. Ipak yo'l sadasi programmasi boshlangandan buyon bugun shu 5-qarorga kelguncha men har bir san programmani nihoyatda yoqtirib, ham to'liq ko'rib kelyapman. Naqsh etishga kelsak, naqsh etish men uchun elib aytganda o'zimning doktorlik kasbiga o'xshashlar nihoyatda muhim, ham ishkilisini o'xshashlar shunda yaxshi ko'raman. Men birinchi qaror Ipak yo'l sadasida qatnashgan vaqtimda shu naqsh o'qishga doir bilimlarimning yetarli bo'lmasligi va naqsh etishdagi mahoratlarimning to'liq bo'lmasligi tufayli ustozlarning o'rindiq aylantirishiga muyassar bo'lolmay qoldim. Ipak yo'l sadasidagi ustozlarning tarbiyalash ostida mening naqsh etish jihatdagi ortiqchiligimni yana bir balda kasbiylik ko'tarishni maqsad qilib bu qitim Ipak yo'l sadasiga keldim. Belkim barcha seven özümde, pırağında kuygenligimde, şadlığımni sana bağışlap azabınga küngenligimde, şadlığımni sana bağışlap azabınga küngenligimde. Seni asli vapalı kızdan, bana yalgan kılmaydı sözden. Seni asli vapalı kızdan, bana yalgan kılmaydı sözden. Leyli Mecnun'dek bizden şiirin hıyal sürgenligimde, Huddi Leyli Mecnun'dek bizden şiirin hıyal sürgenligimde. Yaman diken aldın ağını, otundu sevdaga aylanıp. Yaman diken aldın ağını, otundu sevdaga aylanıp. Senden ayrılıp Şaymanda bölgenligimde, sırlarını senden ayrılıp Şaymanda bölgenligimde, sırlarını senden ayrılıp Şaymanda bilgenligimde. Yaman diken aldın ağını, otundu sevdaga aylanıp. Yaman diken aldın ağını, otundu sevdaga aylanıp. Sırlarını senden ayrılıp Şaymanda bilgenligimde, sırlarını senden ayrılıp
pushaymanda bilganligimda sirlarimni senden ayrılıp pushaymanda bilganligimda Hürmetli ustozlar, yaxshimisizlar? Men Qashqardan kelgan ismim Abduvali G'upur. Hozir tibbiy tashqi kasallar bo'yicha aspirantlik o'qiyapman. Esel. YK'daş edimi? Hop, Abduveli bu naqshini aytishda menmu bir event topolmadim endi. Cho'ng chataq bormiki desam cho'ng chataq yo'q. Bu chataq Bu naqsha Abdullah aka sen aytgan naqsha, sen aytgan naqshlarning ichidagi mu xeli ig'irligi va vazni bor. Bak chiroyli, bak lirika shundoq go'zal bo'lish bilan birga biroz ovoz doirasi kengri, yuqori avj bilan tuvan tarafini sal tuvanga yo'tkisang tuvan ovozdan qiynalsa, sal yuqoriga chiqib baqsang yuqori avjidan bu shunday ovoz doirasi xeli bir kenglikka ega bir naqsha bu. Qiyinlik darajasi xeli bor mana naqshniki. Men mushu nuqtadan turib bu inimni xili yaxshi ijro qildi deb o'yladim. O'ylab shu basman deyman, lekin shu bir pishmagan, to'lmagan bir yerlari shu bir o'lcham qilib turib qoldim. Ammo mencha bu naqshiningki o'ziniki eg'irlik vazniga nisbatan bu inim xili yaxshi ijro qildi. Men bu odatga naqsha emas deb qarayman men. O'zimning qarashi bu xili vazni bor, xili qiyinlik nuqtasi bir naqsha bu. Ama naqshining menda bir yerlari bir uşaqlıqı əgitmilir ya. Xili naqşamalar var. Şu yerlerde belki ihtiyat qılmak gerek ki şu bazı naqshlarni qaranglar. Bak yılqı hammadan bir yadop ketgan yoki o'lchimini yuqori qo'yib olgan naqshlarni musobaqaga olib chiqishmi sal ehtiyot qilgan bir ish. Chunki u inchik halqalarga vaqtcha bilgandan keyin sen shu bu ish talab qo'yib turib olish mumkin. Endi odam bilan odamning bu ovoz pardasiga odamning badandagi yomon nozik oson gap anglamaydigan bo'lib qolgan bir narsa. Kichkina zukan bo'lib qolsa gap anglamaydi. Azroq tamoq egizpas bo'lib ketsin gap anglamaydigan narsa. O odam bilan odamning hamma tarafdan masalan bir naqshni 100% yaxshi o'xshash qilib o'talishi mumkin bo'lmag'achqa, ya'ni ba'zida shunda bir xil talablar qo'yilib qolibdi. Har qaysi ma'lumotlar qo'shilsa, men bu Abduvali inimizga bir fursat bersam, Hamisa Abduvaliga bu fursatni beramiz. Suyimlik doktorlarımızın içidimi naqshi shaydolari bo'lmaydi deb kim aytdi? Gerçi ustozlarning qoyilligini qo'lga keltirolmagan bo'lsangiz-mu, barchamiz sizga moyil bo'ldik. Kutgunimizdek Abdullah Abdurim ustoz sizni video gruppasiga tanlab oldik. Bu gruppaga tanlanganligingiz bilan sizni qizg'in tabriklaymiz. 我的心里只有你没有他 mush naqshni anglab baqaylar. Bo'ldi. 大家好，我是马一诺买卖提名，来自刹车县。Köpçülük yaxşımsızlar. Ben Mahinur Məmtimin. Yekin Nayisi Yengostan Başlangıç Mektebining muzika o'qituvchisi. Gerçi muntizim kasbda tarbiyalanib baxmagan bo'lsam-mu, naqshiga bo'lgan o'tdek ishtiyoq meni bu qitimqi Ipak yo'li sadasi programmasiga boshlab keldi. Mening 44 o'quvchim bor. Bu qitimliq Ipak yo'li sadasi programmasi qatnashish orqali mushu 44 nafar o'quvchimga odam tirishchilik ko'rsatsa, hamon orzusiga yetadi degan bir fikrni bildirib qo'yish hamda ularga ilhom madad berish, ulgu bo'lish maqsadida. Shundaqla ustozlardan yaxshi ta'lim olib, o'zimni kasbiy jihatda taraqqiy qildirish maqsadida bu qitimqi Ipak yo'li sadasi programmasiga keldim.
要相信我的情并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有他。我的心里只有你没有答案，我要相信我的记忆并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有答案，我的心里只有你没有答案，我要相信我的记忆并不假，我的眼睛为了你看，我的眉毛为了你画，从来不是为了答。自从那日搜索你回了家那一天，不是我把自己恨自己吗？只怪我当初没有把你留下，对着你把心来挖，让你看上一个明白。我的心里没有答案，我的心里只有你没有答案，我要相信我的情并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有答案。从那日搜索你回了家那一天，不是我把自己恨自己吗？只怪我当初没有把你留下，对着你把心来挖，让你看上一个明白，我的心里没有答案，我的心里只有你没有答案，要相信我的情并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有答案，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有答案。 Ekran aldidagi do'stlar, hurmatga sazovor ustozlar, men Mahinur Mamtimin. Yakan Naysdan keldim, o'zim bir boshlang'ich maktab muzika o'qituvchisi. Rahmat. Naqshingiz bek yoridi, muallimlar qardingiz, hamma muallim ilgari keyin bo'lib siz uchun o'rindiqlarni aylantirib o'tadi. Muzika muallimi ya? Mahinur mening balog'inam. Ayni vaqtda shu ikki masankan taq mashrablarni ratlab, o'zim nurg'un ijodiyatlarni shu yakan o'makdiki artistlarga bo'lgan vaqtida shu Maynurniki akisi bilan ikkalanga Tosma meni maktabdan degan naqshni aytqandinglar. Shu vaqt Tosma meni maktabdan degan naqshni aytgan. Shu hammalar shunchalik ta'sir qilib ketgan, bizning maktabda degan shu MTV olamiz deb shundaq bir jiddiychilik bo'lib ketgan vaqtlar. Ham shunday san'at shu yangi birga imtihon berdik. Men uda 4 yil imtihon berib, aran o'tab kelgansan shu yerga. Shunchalik qadrlayman shunga deb. Maynur bu do'stimga men shunchalik havas qildigan. Endi dadisi shu yakan o'makda ayni vaqtda shundaq tongliq bir g'ijak chaldigan. Shundaq-ku, g'ijak chaldigan akamiz. Onun için Maynur'un bir akısı var. Bu işgelen kündü keçaqsız restoranlarda naqshlarni aytadi. Kündü məşq var da Maynur'ga. U balaning aytdi nima? Mutallib. Mutallib mening saboqdishim bo'lgan, sana shu yerda Chonjanda o'rlash kasbida o'qigan. Men ma'rif kasbida o'qigan. Maynur Qashqarda o'qidi.
Lekin hozirgacha aloqamiz qat'iy uzilib qolmadi. Maynur shundaq izlanishchan, mush san'atda men bir utuq qozansam bo'ladi. Men mushuning ishtiyoqida ko'ygan deydi. Men deyman, "Va, Maynur degan havas qilib o'makning ichida cho'ng bo'lgan, kichigida muzikalarni anglab, elqi mayli usul jihatdan bo'lsin, mayli muzika jihatdan bo'lsin, elqi anglamagan narsa qolmagan, ko'rmagan narsa qolmagan, ashundaq kichigidan dadisi naga o'yamga bassa, yezi opirib kelgan ashundaq bir talant bor-da. Usulni mi açtak oynayıtamda? Usulni chiroyli o'ynaydi. Hissiyati bekli yaxshi. Akordionlarni shunda chiroyli chaladi, shunda havas qiladim ayni vaqtlarda. Mushu sahnaga kelganim bek yaxshi bo'ldi. Cho'qim ashundaq bir qiyinchiliklarni yengib, oldi qarab mangmisak, ba'zi vaqtlarda bir umrimiz ashtaq ketib qoladi-chu. Bek xo'sh bo'ldim adashlarning mush sahnaga chiqqanlardan. Mushundaq ilqi joyiga Ücür-bücürlərə yetkizib, şu avazlarını qoyub, aytqanlardan şuna xoş buldum. Endi ma tekst cəhətlərdəki indiqlikdə bolsun, qalğan cəhətlərini biz mening qrupam kəsənlər asasda qavalımız qağaşlarını. Aygül malımın ait yaxşı köngüldəki gəplərini qıldı. Şunda olğanda Aygül malım siz ayaq qarab o'tganda haqiqiy ta'sirlanib o'rildingizmi? İnsandachilik ishlarim bor. Masalan, birinchi ovozini bilib olamiz-ku, qanday naqsh ekanligini. Şu çoğun yılları avazları şundak yaxşı düşken. Qayrildim, şu benim dostum ki. Bu naiti yaxşılığı. Altın üzük üstüge yakut göz koşkandaki iş oldu. Siz için. Endi siz aytışыңızda sizning aşındaq san'at oilasida, san'at muhitida üzüp çoğun bo'lgan, mush naqshni uzun yil aytgan, pishqan bir yaxshi naqsh ekanligingiz chiqib turdi. Hem de Aygül'ülen şu bir östen suyunu hop içken. Şun talaşmanlar hadi. Bu östen ne? Östen o. Kaç östen? Yakan deryası da. Bu Aygül kanak. Ben yakellik. Aygül maliyem. Ben maş Mevlan azdırdım in devamlı. Bunun Kumul'un geplerinden mektepteki savakdaşının gibi mi ya bu? Yok, birli oynap çoğun bo'lgan deydi. Aygül'ün gibi ben işendim. Birli oynap çoğun oldu. Bir hop içip durdu. Ben Aygül malımını bazıda kumulluq deb oylab qalma qara. Ben xatalışıp bilmem. Bu Derya'nı şu an tapamay ketken. Ben toğumu yakenlik. Yaken. Kindik qenim yaken qaqqan. Ma muqumup ketdi. Ondan ikkinlarning bugungi mushu ya da ko'rishganingizdan yaxshi tabriklash bilan birga mening gruppamga kelib davomli mang'idag'a yo'lingizda davomlashtirishingizni men shuni iltimos qilaman. Rahmat. Senin gruppan kirsima do'stligiga ta'sir etmaydi demakchi. Bayı ustozlar degandek shu naqshini boshlashdilar, haqiqatan jiq pishqan, jiq aytgan. Kichigidan shundoq bir muhiti cho'ng bo'lganligi mana men deb aytgan naqshniki tunji misralarida bilinishdi. Bu naqshi hammamizning quloqlariga bek jiq singib ketgan har xil aytish shakllari bor. Jiq adam ko'p xil shaklda aytgan bir naqsha. Siz mana aytdi o'zgacha, o'zingizga ishonch qilgan asosini aytdi tamkin. Shundoq yaxshi aytdingiz. Shuning uchun o'rildim, garchi Aygul bilan Yakan deryasının suyunu içip çoğun olgan bolsanlarmı Bay Mevlan enim degandek dostluğunluğa ta'sir ko'rsatmaydi. Agar xohlasangiz mening gruppamga keling. Keyingi bosqichlarda biz birlikda ta'sir yetkazmaydiganlarga bovjam qilsa. Do'stim bilan tamoq yeyishga deyishib qo'ygan desangiz ruxsat beraman. Dersdan sirtqa vaqtlar bezkasiz buldu. Lekin men bunun qo'shlamay qolaman. Meniki oxirida o'rlib qilishimda hargizmi sizning qobiliyatingizga gumonim yo'q. Naqshni oxirigacha anglab etay deb sal sizga ketib qopti xiyolim. Rost pishqan bir naqshchi ekanligingizni ovozingizdan va shu asarlarni shundoq oxirigacha yaxshi qalblik hissiyot ve ovozingizning to'g'ri ishlatib, ham to'g'rilikni kontrol qilib aytishingizdan pishqan naqshchilingiz bilvaqil bo'ldi. Aygul ma'lum ikkimiz bir o'qituvchining o'quvchilari. Siz Aygul ma'lumga basingizmi o'xshash, menga kelsingizmi o'xshash. Ikkimizningki o'tirisida farq hech qanday senomen deyishmaydi bizda. Shuna Aygul ma'lumni tanlaganingizga men naytimi qo'shal. O'xshash men tanlagan bilan baravar.
Demek çoğunuz Aygül'ü beriveren mi ya? Aygül'ü kileyip Lekin ahırda yanılam sizin tanışınız muyum? Şu mende gap yok. Siz qandaq? Sizde qandaq gap yo'q? Man kelsiniz mi buldu demekçi ben. Mu bulamdı ya çoğun mankilin mu? Mu buludu. Çünkü Bana o iş bakmadı. çünkü Aygül malım bilen bir kadar tarih anlamak. Ko'ngil ishtibak ekan. Do'stlik Tarih anlamak ishtibak ekan. ekan. Şununla bir yerde üzgülenmezlik meselesi yok. Ko'nglingizz kimni tassa şu hesap. İhtiyar qo'yatdingiz ya. Öz ixtiyoringizda. Muavinayt cho'ng imkoniyat bo'ldi. Mana sizni beshingizdan qaydirayotgan bir qiyinchilik va ma'lumlarning ko'ngliga kelib qolarmi? Birsini tanlasam yana birsini. Xotirjam bo'ling. Faqat ko'ngli kelmaydi bo'ldi. Ko'rdingizmi davatida? Biz bir-birimizga amroq hurmat qilamiz. U o'quvchi, meni o'quvchim, bu meni o'quvchim, uni o'quvchi deydi emasmi? Ko'nglingizda bir narsalarni pukyapsiz hozir menda qarasam. Siz pukib turing, ha? Başqa fikir bormi? Yo'q. Qat'iy yo'qmi? Ben sizin bugünkü naqsha altınızga qarab shuna baho beryapman. Aygül malım sizni bütün bir hayatınız bilan bendim bek yaxshi tushundik. Lekin man kelsingizmi ziyon tatmaysiz. Chataq yo'q. Albatta, albatta. Rahmat. Ziyon tatmaysiz. Aygül bilan Men o ihtiyotsizlikni besib ketgan qulam rostga qilsam aka. Shunda anlab etdim. Yine ben deyman. Manda oyunluk kitap qarsam bayram ketib qapti lekin men rozi jumaman rost. Besib ketganiga maylimamsan. Hamda Aygül bilan balalik vaqtlaring oldin tatib bilishir ekansizlar. Do'stlik, mehr muhabbat rishta anlamak ekan. Aygülning gruppasiga borsangizmi bo'ladi. Ammo boshqalarimizning gruppasiga, mening gruppamga kelib, yana bundan keyingi bosqichlarda yana o'zimizningki o'zgacha xos yana bir yo'nalishda yetaklashlar bilan yana bir Qilishlar munosabatlik ta'sirlantiradigan bo'lsa o'z gruppasiga ishlanma. shundoq. Menimcha ustozlarningki qizg'inligi yaxshi. Siz o'ylash bo'ldingizmi? O'ylash bo'ldim. Naqsha tanlash ishimi bak muhim. Shundoq. Bu naqsha alayda qiyin naqsha emas. Musobaqaga nisbatan aytganda biz to'laroq vaqtda mushu naqsha oddiy bo'lib qopti deb o'tkazayotimiz chunki shu oddiy naqshni o'rinlamoq sal qiyinroq bir ish ba'zi vaqtda. Bu qizni bu naqshni qanday aytganligini ma'lumlar bildi. O'zingiz mushu naqshni uzun aytib ekansiz deb o'ylab qoldim men. Jiq aytib ekansiz, ha? Do'stlaringizmi adash ash naqshni aytib degan naqshlarni ichida bu naqshga demakchi. Bir kichik bolalarniki maktab munosabatlik bir naqsini go'zal bak chiroyli ishlagan ekimkam. Shu siz aytib ekansiz-da shu naqshini. Biz u filmda shu naqshi hozir esimga keldi meniki. Aygül degandiki. Ahmet kaç kaynadan de. Bak chiroyli, go'zal. Siz unutib qoldingizmi o naqshni? Aytib qo'ygan. Ahmet kaç kaynadan de. Zaman teşnadan ağa. Aylangım yok ay ata. Köz uçuk emağa. Közü uçuk emağa. Kısma beni mekteptin. Siz mi bildik siz? Bu Aygül shu naqshlar ta'sir qilib ekan shu chaqda. Biz amisa hal qiluvchi kelayli. Qayta o'ylanib astoydil tanlang juma. Ben yakanda tanlab kelgan deb o'ylab turolmay. Ha aka. Shunga sizlar gap qilmoqda valla. Haqiqiy men kelin degan pozitsiyada gap qilinglar. Bu gap qilish usuli mu degan gap qo'shib qolgan ekanlar, bu ishkilnish boshlaydi. Ma'lumlarning nima demoqchi bo'lganini bilyapsiz ya? Tushundim. Ustozlarning mening naqshamni yoqtirib bana öğrilgeniga chin ko'nglimdan tashakkur aytaman. Xo'p. Biz ixtiyorni sizga beramiz. Oxirgi tanlashingiz. Mening eng oxirgi tanlashim Sizcha bu mayirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Video Ipak Yo'li sadosi programmamizda bo'lsin.